derazalari qog'oz bo'lib qolgan. Oqurada qurmonalda o'zini qilib o'tirdim. Yana yomon bo'lib qoldi. Chamangul Qurbonova Qarshi shahrining Cho'lquvor mahallasi hududidagi 11-sonli ko'p qavatli uyning 4-qavatida yashaydi. Yog'inli kunlarda tomdan oqadigan suv tufayli uyi anchagina ta'mirtalab holga kelib qolgan. Uning aytishicha, bu borada avvalgi uy-joy mulkdorlari shirkati hozirgi Cho'lquvor Komfort boshqaruv servis kompaniyasi mas'ullariga bir necha bor murojaat qilgan, ammo natija bo'lmagan. Gilamlarimga o'tib ketyapti, shuncha gilamlarimni yig'ib qo'ydim. Qishda suv toshiyman, pastgacha tushmasin deb. Mazkur muammo yuzasidan manzilda bo'lib vaziyatni o'rganar ekanmiz. Nafaqat Chamangul Qurbonova, balki boshqa xonadon egalari ham uzoq yillar davomida uy ichiga suv tomishidan jabr ko'rib kelganini, garchi 3-4 yil avval tom qismi ta'mirlangan bo'lsa-da, muammo to'liq bartaraf qilinmaganini aytishdi. Shu bugungacha mana shu domimizga bironta xizmat ko'rsatilmagan. Nimaiki qilsa, masalan, o'sha podvalni tozalash bo'lsa ham, mana shu hidlar chiqqanmi, o'sha hasharotlar chiqqancha o'zlari hammasini to'g'rilab chiqqan o'zing hisobidan. 10 yildan beri, mayli u shirkatdan o'tgandan ham oldin shu problema, bular endi oldin bunaqa yopilgan-ku, hozir endi nima bilan yopgan bo'lsa ham qayerdandir o'tyapti. Aslida boshqaruv servis kompaniyalari hudud sanitariya holatini yaxshilash, kommunal tarmoqlarni ta'mirlash va boshqa vazifalarni amalga oshirishni o'z zimmasiga oladi. Tashqi tomondan qaraganda mazkur ko'p qavatli uyda yaqin yillarda sezilarli ta'mirlash ishlari olib borilmaganligini ko'rish mumkin edi. Bevosita har bir ish mablag' bilan bog'liqligini e'tiborga olib, aholining uy to'lovlaridan qarzdorlik masalasiga ham qiziqdik. To'lovni biz hisoblab chiqdim, shaxsan o'zim 50% dan oshig'i to'langan bo'lgan asli. U shu ahvolda ham to'lab kelgan. Endi biz ham masalan to'lamaganlarim shu sababini qo'yib to'lamagan. Plus shartnoma umuman tuzilmagan birontasi. Endi bilmadim, orada tuzilgan bo'lsa bizlarga kelib shartnoma tuzinglar ham degan odam bo'lmagan. Masalan, o'sha qoidasi bo'yicha kecha oldik, nimalar qildik? Даже mana podizlarni hammasini yuvib, atroflarini shipirib aniq qilishga umuman shu ishlar qilinmaydi. O'zimiz podizni ham yuvamiz, atrofini ham shipiramiz o'zimiz. Ana shu vaholanki o'sha narsalar o'shalarning anosiga kirar ekan, kompetensiyasiga. Aholi yillar davomida pul to'lab kelinsa-da, uyning na tashqi ko'rinishida, na yo'laklarda ta'mirlash ishlari olib borilmadi, deydi. Hatto tizimdagi o'zgarishlar sabab yangidan tashkil etilgan boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan ham biror harakat bo'lmaganini aytgan odamlar xizmat ko'rsatilmagani uchun ko'pchilik cho'ntagidan sarf xarajat qilib uyni tartibga keltirib turishganini qo'shimcha qilishdi. Manzilda bo'lgan servis kompaniya rahbari muammolarni inkor qilmagan holda boshqaruvni qo'liga olganiga 2 oy bo'lganini, mazkur uyning 70 milliondan ortiq qarzdorligi borligini aytib, shunday bo'lsa-da muammolar bo'yicha amaliy harakatlar boshlanganini ma'lum qildi. To'g'ri, bu yerda ham ta'mirlash boshqa ishlarimiz bo'lmagan, to'g'ri. Kamchiliklar bo'lgan, lekin aholini aytibmanki, bizlarga ham hammasi aholini to'loviga kelib taqaladi-da. Hozir mana kelishdik, gaplashdik hammasi bilan. Mana to'lovni amalga oshirishni boshlayapti. Mana bizlar ham podizlardan ta'mirlanishini boshladik. Mana elektr energiya nimalarini ham, kabellarni ham almashtirilishi boshlandi hammasi. Albatta, muammo ildiziga nazar solinganda yo'l qo'yilgan e'tiborsizlik va tomonlar o'rtasida yuzaga kelgan ishonchsizlik oqibatida vaziyat og'irlashib borganini ko'rish mumkin. Tomning gidroizolyatsiyasi, yomg'ir navlarini tozalash va fasaddagi nosozliklarni vaqtida bartaraf etish hamda hudud obodonligini saqlash boshqaruv kompaniyasining majburiyati. O'ylaymizki, tez orada mazkur ko'p qavatli uy muammolari ijobiy yakuniga yetadi.